İstanbulda Uyg'ur Milliy tibobati va dorigarlik ilmiy muhokama yig'ini o'tkazildi. Bu yig'in Uyg'ur tibobati tadqiqot vaqfi tarafidan o'rinlashtirilgan bo'lib, yig'inga dunyoning har qaysi joylaridan kelgan Uyg'ur doktor, tabib va tadqiqotchilar bo'lib 280 kishi qatnashdi. Yig'inda Uyg'ur tibobati va dorigarlikka varislik qilish hamda Uyg'ur tibobati jurnaliga kirgizilgan asarlarni baholash qatorliq temalar muzokara qilindi. Malayziya hukumati bir tadqiqot organini Xitoyning Uyg'urlarni bostirishiga doir dokladlar ustida tadqiqot elib berishga o'rinlashtirdi. Malayziya Tashqi ishlar ministri Sayfiddin Abdulla Malayziya hukumatining Xalqaro islomiy ideya va madaniyat institutini Xitoyning Sharq Turkistonda Uyg'urlarga yurgizayotgan bostirishlarga doir xabarlar ustida tafsiliy tadqiqot elib berish uchun vazifalantirganligini bildirgan. O Malayziyaning qadam-qadam har qaysi taraflardan bostirilayotgan Uyg'urlarga aloqador dokladlar ustida tekshirish ilib bordiganligini aytdi. O muxbirlarga Malayziya Xitoy ta'minlagan dokladlarni qarg'ulatchi qo'llamaydi, ham Xitoyni oshkora tanqid qilmaydi. Biz u yerda yuz berayotgan aloqador har qaysi taraflardan topshirib olgan barliq dokladning orqasiga yo'chirilgan haqiqatni jazmlashtirishni xohlaymiz dedi. Xitoy tadqiqotchisi He Jiankui to'ralma holatidagi ikki buvoqning genlarini o'zgartganligi uchun 3 yillik qamoq jazosiga hukm qilindi. Xitoy Xinhua torining xabar qilishicha, Shinjin shahridagi bir sud mahkamasi He Jiankuiga yana 3 million yuan jarima qo'ygan. Sud mahkamasining qarorida Shinjin Nanfang Texnika universitetining sobiq muavin professori He Jiankui shuhrat va manfaat qo'g'lashib, tibbiy axloqqa xiloflik qilish bilan ayblangan. Yegilinishcha He Jiankui boshqalar bilan birlashib, sunniy urug'lantirish usuli orqali tug'ilgan ikki buvoqning genlari bilan haplashgan. O 2018-yili Hong Kongda ochilgan bir yig'inda o'zining buvoqlarning genini o'zgartganligini aytgan. Xitoyda Wang Yi ismli bir protestant bastir davlat hokimiyatini og'dirish jinoyati bilan ayblanib qamoq jazosiga hukm qilindi. Changdu O'rta xalq sud mahkamasi qonunsiz diniy faoliyat etgan ko'z yomg'iri diniy jamiyatining qurg'uvchisi Wang Yiga davlat hokimiyatini og'dirish va qonunsiz tashkilot qurish jinoyati bilan ayblab 9 yillik qamoq jazosiga hukm qilgan. Sud mahkamasi yana bastirni siyosiy huquqidan 3 yil mahrum qilishga, 50 ming yuandan oshadigan shaxsiy mol-mulkini musodir qilishga hukm qilgan. Xitoy soqchilari o'tgan yili 12-oyda bir chirkovga bostirib kirib, Wang Yi va bu diniy jamiyatning boshqa a'zolarini tutib ketgan. Kommunist Xitoy hokimiyati o'z ideologiyasidan boshqa barliq din va qarashlarga dushmanlik bilan muomala qilishni davomlashtirmoqda. Somali istixboroti hafta oxirida Turkiya fuqarolarini o'z ichiga olgan, necha o'nlagan kishining o'limiga sabab bo'lgan portlatish voqeasini boshqa bir davlatning planlaganligini bildirdi. Somali davlat istixborot va bexatarlik organi ommaviy taratquv hisobida e'lon qilgan bayonotda poytaxt Mogadishodagi terrorlik hujumga doir dastlabki dokladni hukumatga sunganligini bildirdi. Hujumning bir davlat tarafidan planlanganligi va tashkillanganligi o'ttirg'i qo'yilgan bayonotda voqeaning tekshirilishi uchun bir qism xalqaro istixborot organlari bilan hamkorlik olib bordiganligini bildirdi. 81 kishining o'limiga sabab bo'lgan hujumni hozirgacha hech kim ustiga olmadi.